Assalomu alaykum. Bugun Excel'da indirect funksiyasi haqida gaplashamiz. O'tgan darslarimizda ham bir qator funksiyalarga to'xtalib o'tdik. O'sha Excel'da kerakli eng kerakli funksiyalar, ya'ni burada misol sumif, sum, average kabi va repair, ya'ni vertikalniy lookup, repair horizontalniy lookup, post merge, index kabi qator funksiyalarga Excel'da to'xtalib o'tdik. Endi ulardan yana biri bu indirect funksiyasi. Indirect funksiyasi vazifasi bu ma'lumotni ma'lum bir boshqa varaqdan ma'lum bir boshqa varaqda ma'lum bir qismini boshqa varaqdagi joydan ma'lum bir qismini bu boshqa listga olib o'tish, ya'ni ma'lumot olib o'tish. Indirect funksiyasi buni amalda ko'ramiz. Tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana jadval tuzib oldim, tartib raqam va savdoni nomerlab oldim va shaharlar va sotuv kabi jadval yasab oldim o'zim. Bu yerga yozamiz indirect. Va indirect funksiyasi. So'ng mana savdo. So'ng impersant belgisi ularni o'zaro bog'lash uchun. Keyin undov belgisi bilan yozamiz. Doim A1 katakcha. Hashtag va enter. Va Andijon nop kelib berdi bu yerga. Bu qaydan keldi? Buni mana savdo bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda Andijon A1 katakda Andijon turibdi. Buni Andijonda A1 katakdan olib o'tdi o'zi. Mana savdo jadval savdo betidagi A1 katakchani bu indirect jadvalimizga olib o'tdi. Savdo jadvali savdo varog'imizdan indirect varog'imizga olib o'tdi. Keling buni o'sha sotuv nimasiga ham yozamiz. Indirect hop. Endi buni tanlasak bo'laveradi. Bu savdoni bosib ketsak bo'laveradi. Impersant belgisi. Endi esa B1 ni olib o'tsin. Enter mana 3000 so'm. Bu savdoga o'tadigan bo'lsak, mana 3000 so'm. Ya'ni savdo bu fayl savdo betligidan indirect betligiga olib o'tyapti ma'lumotni indirect funksiyasi. Mana Andijon 3000 so'm. Hop. Bu yerda mana savdoni o'zini tanlab oldik. Yana savdo deb yozib o'tirganda savdo betligini o'zini tanlab yozib qo'ya oldik. Endi keling bu funksiyamizni qolgan jadvallarga ham qo'llasak. Mana 2500, 3000, 3500 mana. Lekin bu yerni ko'rishingiz mumkin. Hammasi Andijon bo'lib ketdi. Buning sababi hop biz hammasiga savdo bir xil formulani, savdo formulasini berib oldik. Bir xilda bu formula. Endi buni o'zgartirib buni o'zini tanlab qo'yadigan bo'lsak ham bo'laveradi mana. Endi boshqatdan ishlatib tortadigan bo'lsak mana Toshkent, Andijon, Toshkent, Samarqand narxlari ham o'shanga yarasha. Mana 3-listimizdagi Toshkent, 3-listga o'tadigan bo'lsak, A1 yachekada Toshkent, B1da esa o'sha Toshkentdagi nima turning narxi 2500. Ikkinchi yachekamiz Samarqand, mana ikkinchi yacheka o'tadigan bo'lsak 3500 Samarqand ko'rsatyapti. Buni nima deydigan bo'lsangiz, biz birinchi yachekamizni ochmaganmiz. Keyin birinchi yachekani ham qo'shib olamiz. Bu yerga Buxoro deb yozamiz. Enter. Indirect qiladigan bo'lsak,
Nima yana ko'rinmadi deyapsiz? Bu yerda aytayaptiki, birinchi nimadagi bitdagi deyapti. Birinchi jadvaldagi deyapti. Bu yerda birinchi listimiz, birinchi listdagi deyapti. Bizda birinchi list yo'q. Birinchi list yo'qligi hisobiga bu qiymatni olib bermayapti. Birinchi list paydo qilish uchun esa bu yerga bir qilib enter bosadigan bo'lsak, mana Buxoro 6000 so'm chiqarib beryapti. Ya'ni tushunishimiz mumkin, indirect funksiyasi boshqa bir listga ma'lum bir qiymatni olib o'tish uchun ishlatiladi ekan. Darsimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.